Действительно, как мы будем жить дальше, это от нас зависит. Будешь стараться, у тебя все получится. qilmoqchi bo'lgan ishimiz hozir mana sinovdan o'tish jarayonida bo'ladi. Bu filtr vazifasini bajaradi endi suvga. Mana suv hozir hamma joyda problema bo'lyapti. Yuqorida mana shunday bo'lgan tejash bo'lyapti. Bu endi tejash deb endi komfortni yo'q qilish kerak emas-ku. Sizlarga qanday bo'lsa ham udobstvo bo'lish kerak.
Biz mana podvalga o'zimizni filtrimizni olib kelib joylashtiramiz. Mana bizlar musulmonmiz, mana tualetga bachoga endi grup uzr bo'lsa, bosganda toza suv ketadi. Toza suvda rasvot qilamiz, to'lovi ham xuddi shunday bo'ladi-da, toza suvdan oladi. Bizlar qilmoqchi bo'lgan ishimiz shuni 2 barobar arzon. Mana, например, 5100 dami shunday bo'ladi Navoiyda. Men o'zim Navoiyda turaman-da, 5100 to'laymiz. Ana shuni yarim puli, mana 5000 desam, 2,5 qilib qo'yaylik. Bizlarga ketadigan tualetga bachok rasxodiga suvni sizlarga 5100 dan emasda 2,5 dan to'layman qo'yamiz. Oho! Hatto podshoh olam Harun al-Rashid ham bunaqa pulni tushlarida ko'rmagan bo'lsa kerak. Voy, bunaqangi xarajatni ham hech kim ko'rmagan. Bu hovlida 50 dan oshiq odam ovqatlanadi. Shunday. Sotdi? Labbay oyijon. Buncha yemillading a? Hisoblab ko'r. Qancha bo'ldi? Hammasini yozib qo'y. Mana oyijon, itogoyini keragi yo'q. Hammasini o'zim yaxshi bilaman. Chiqim daftaringni och. Xo'p. Nima deganda bizlar o'zimiz ishchi olamiz. Ketadigan rasxodlari bor, material o'shanga nima qilamiz? Bitta ishchiga kamroq oylik to'lasangiz, yaxshi e'tibor qilmaydi. Shuning uchun bizlar olib kelib filtrni qo'yamizda, o'shanga biriktirgan odamimiz bo'ladi, qaraydi. Sizlarga ketadigan rasxod hozir mana 5000 dan to'layapsizlarmi? 5100 dan, o'shani 2,5 dan to'laydigan qo'yamiz. Ham bu tomondan sizlarga foyda. Ikkinchisi bizlarga ham foyda nima? Suvni ekonom qilamiz. Suv yetishmayapti hozir. Haqiqatan ham yetishmay kelyapti. Chetdan o'sha boshlanyapti. Bu endi yetishmay qo'yapti. Buni qilsanglar, buni qilsanglar, ko'tarsa bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. O'sha narxni yarim pul to'layapti. Bizlar tualetda bachogaga. Ichida emas. Boshqa narsaga tualet bachogaga. Mana keladigan suvni bizlar ham nimadan o'tkazamiz? Filtrdan o'tkazamiz. Filtrdan o'tkazib, bunga tabletka borana bor. O'zingizlar bilasiz. Perix bor, bir hafta undan, bir hafta undan. Bu обработка bo'linadi. Bu tozalikka qaraylar, o'tadi. Filtrimizdan o'tib, sizlar tualetni bachoga beriladi. Shu narsa. Mana shu narsa gap ketyapti. Lekin o'sha suv qayerdan olinyapti degan savol tug'iladi. Suv bizlar отдельно kanalizatsiyadan tushiramiz. Tualetni qo'shmaymiz bu yerga. Tualet qanday o'z kanalizatsiya turibdi, o'shanda turaveradi. Alohida bizlar kanalizatsion turba tushiryapmiz. Diametri sal kichikroq bo'ladi, lekin oqimi hammasiga mos keladi. Bunga bu injenerlar bor, o'ylab ko'rildi, buni hisob-kitobi olindi. Akkurat mana bu hozir nimada joylari bor ekan, tuyliklar, hamma joylari bor. Bu teshib, qaror qilmaydi. Bizlarga faqatgina qarang. Kanalizatsion turba отдельно tushadi. Bizlarning filtrdan keyin nasos turibdi o'zi, nasos. Bu nasosda hammasini hisob-kitob olingan. Nasos bilan alohida tubaprovod o'tkazib, faqat tualetni bachoga beriladi. Tozalab filtrdan o'tkazib, tualetni bachoga berilyapti. Sizlarga bu bo'ladigan komfort nimasi qaysi pulga to'lashga arzon. Ham bu davlat miqyosida olib qaraganda bu ekonomika jihatdan suvni tejab qoladi. Shunga hammamiz bir musulmonmiz, ichadigan suvni bunday bosib rasxod qilib ko'proq pul to'lagancha ham ko'pni o'ylaymiz, suv ekonom bo'ladi. Bizlarning komfortimiz yo'qolmaydi. Mana kvartirada turaman. Например, suvni bosganda, endi suv kam ekanda mana 5000 qancha bo'ldi. 7000, 8000 qilib qo'ysa, bu o'zimizga ham karmonga minusda. Ha. Bu tualet qanday ishlatsa ishlaydi. Suvni bosganda ketadi, faqat bizani suvni ketadi. Mana bu sizlarning обработка bo'lgan suvda. Tushunishim uchun uzr gapingiz bo'ldi. Mana o'ting. Ishlash mexanizmi soddaroq qilib tushuntirib berishimiz kerak. Albaniyadan chiqib o'ting. Tualetingizdan ketayotgan suv bor-ku, hojatxonangizdan ketayotgan suvdan boshqa oshxonangizni mo'ykangiz, stiralniy mashinangiz, vannani suvi alohida ketadi-da, past tarafdan bachokdan filtrlanib, 3 etaplik filtrdan o'tadi-da, qaytib o'sha nasos orqali o'sha unitazlaringizni bachogiga tashlab beradi. Bachogiga. Ekonomika. Qarang, siz o'sha tualetda bachogiga tushayotgan suv, siz suvingiz bilan bir xil narxga, to'g'rimi? Sizda tualetda 12 litr suv ketsa, 12 litr suv ketsa, bir marta uzr grup gapiraman, bir marta 4 ta bitta xonadan 4 kishi bo'lsa, uzog'i bilan bir marta 2 marta kiriladi-da. Bu degani 4 ta kishi 2 martadan kirsa 8 ta kishi 12 litrdan 100 litrdan ziyod suv ishlatadi. 100 litrdan. Siz unitazni o'ziga 100 litrdan ziyod pul ishlatasiz. Ichimlik suvi narxida. Uni o'shani ekonom qilish maqsadida faqat unitazdan ketgan bor-ku, axlat olib ketgan suvdan tashqari qolgan sizni vannangizdan, mo'ykangizdan, stiralingizdan tushayotgan suvni qayta ishlab bachogingizga tushirib beramiz. Bachogingizga. Ichimlik suvini o'rniga biza filtrlangan suvni bachogingizga tushirib beramiz. Shunda siz o'sha men aytayotgan hajmdagi ishlatayotgan suvingizni teng yarmidan tejagan bo'lasiz.
O'sha komfort. Siz hech qanaqa suv yo'qotmaysiz, hech qanaqa o'zingizni bu yerda udobnisi qilmaysiz, boshqa qilmaysiz. O'sha siz baribir knopkani bosganingizdan suv ketadi. Seralkani o'shanga bo'shatasiz, boshqa o'shanga bo'shatasiz. Undan ko'ra u sizga tualetga tushayotgan suvda sizga sifati nima farqi bor? To'g'rimi? Xuddi o'shanaqa toza suv, faqat ichilmaydi. Tamom. Unitazdan o'sha nima qilgandan keyin olib ketayotgan suv. Ham biza shuncha bir kunlikda aytayapman, bir kunda 100 litrdan ziyod suv qara o'sha nimangiz tualetingiz o'ziga ketadi. Bir haftada bu narsa bilasizmi, tonnadan o'tib ketadi. To'g'risida, bir haftada tonnadan o'tib ketadi. Bir oylikda hisoblaganda qancha pul ketadi-da. O'sha pulni unitazda ketayotgan pulni siz ichimlik narxida berasiz, ichimlik suv narxida. Buni tejash maqsadida biz eksperiment qilamiz. Agar sizlarning ko'ngillaringizdan chiqsa, bizga misol nima qilib aka bilan ishlab boshlaymiz qolgan domlaga. Qolgan domlaga ham. Ha, maqsad suv bilan pulni tejash. Sizlar ham o'sha ichimlik suvdan tejaysizlar, boshqa suv misol o'sha texnik suvni o'sha yarim puldan berasiz. Misolda necha tonna suv ishlatsanglar shunga bu aytayotgan suvim o'shancha suv ishlatmasa degani emas. O'sha suvda ishlatasizlar yarim narxida. Texnik suv deyiladi. Texnik suvda yarim narxida. Bizga o'sha yarim narxida akalar ishlaydi o'sha narxda. Mana bizlarga foyda endi option muhim aka yaxshi tarjima aka. Bizlarga endi foyda deganda endi umumiy o'ylaganda mana hozir Afg'oniston tomonidan ham qozib kelyapti. 96 million xarajat qilib qozib suvni alohida o'tkazyapti-da. Suv kam, tejamkor. Mana kanim yoqdan bizlar turgan joyda Arvan tosh pelyapmiz. Mana ko'p joyga suv отдельно liniya o'tkazyapti, suv yetmayapti o'zi. Ahvoliga ko'p joyda hozir mana bu yerda ichimlik suv bor. Boshqa joyda tosh pelyapti. Shunaqa joylarga suv beryapmiz, suvni ekonom qilib shunaqa odamlarga yetkazyapmiz. Ahvoli O'zbekistonda bir yilda endi uzr 1 yilda mana почти 1 millionga ko'payyapti. Ularni ham обеспечить qilish kerak-ku. Suv lekin kamayib boryapti. O'zingiz bir o'ylab ko'rsangiz, agar bizlar o'ylab turib shuni tejam qilmasak, kim o'ylaydi? Chetdan kelib biroq shu o'ylaydimi? Shuni biz ekonom qilaylik yo suvga. Mana suvning narxini oshib qo'ysak, bu yaxshimi bizlarga ham? Keyinda shunga birgalikda shuni qilaylik. Bizlarga ham buni foydasi nima foydasi? Mana shu suvda ekonom qilamiz. Toza suv bilan yetkazib beramiz. Komfortimiz yo'qolmaydi. Hozir men bu yerga qo'ysam, toma ko'l bo'lar dedi-ku, oz miqdorda. Mana ishchi joy o'rin bo'ladi. Mana ishchilar bo'lsa, rektor odamni qo'yamiz. Bu yerga ham ishchi qo'yamiz. Bu bizlarga foyda. Oylik bo'lyaptimi o'shandan ham? Tushum, suvni ham ekonom qilyapmizmi? O'shandan какой-то dola qoladi. Bizlar yarim pulini olyapmiz-ku. 5000 bo'lsa ham 2,5 olyapmizmi? Bizlar o'rtada turib yo'q joydan ana daromad olyapmiz. Oylik chiqaryapmiz. Suvni ekonom qilyapmiz. Bu foydami? Mana shu bizlarga foyda. Ha, ishchi o'rni bo'ladi. O'sha sinaladi. O'sha silay hozir ishlatsa. Bular hamma narsani saqlab o'rnatamiz. Mana xalq rozi bo'lsa сразу o'rnatasiz. Sразу o'zi taqlab o'rnatadi. Agar bemalol bo'lsa, yarim xalq bilmaydi. Yo, hozir mana sizlar agar aytib yig'sangizlar, bizlar o'sha kuni yana kelamiz. Bu narsa stoyt. 4dan keyin kerak. Xuddi shunday hozir bo'ladi. Bular ham kelib biz aytamiz, kamera qo'ydik. Ertalabdan beri shu yerdamiz. Xalq yarmi ishda bilmaydi ular. Shanba to'g'ri. Bir-biriga aytasizlar-da, yana ular yo'q. Aytinglar, shanbaga bitta yig'laylik. Hisob-kitob masalasi birinchi Modelga tadbir bor. Hisob-kitob ishlasin sistema. Ishlagandan keyin biz foydasini ko'raylik. Ko'rasiz. Xuddi shunday bir oy eksperiment. Eksperiment qilamizda. Xo'sh, bizga qulaylik yaratilyaptimi? Biz tejamiz. Shuni. Xuddi shunday. Sizlardan davom biz pulni yig'ib olamiz, ish qilamiz degan narsani o'zi yo'q. Eksperiment vaqti bepul bu narsa. O'zbekistonda bo'lgan narsa emas. Deganda bu aka o'zi aniq bo'lmaydi, 7,5 mi? yo'q, hozir qanchani to'layapti ichimlik suv? Ana shu to'laydigan suvingizni yarim puli. Hozir to'laydigan suv yarim. So'rag'an o'tirgan joyda. Bizlarga bitta plyus tarafi mahalla raisimiz shu yerdalar. Aka hozir nima qilyaptilar? Abishat qilyaptilar. Makadani o'chib bormi? Kam ta'minlaganlar bormi? Og'ir oylar. Qurbi yetmaydiganlar bormi? Ular pajasi bitta spravka. O'sha nima bepul bo'ladi. Qiynalib yurgan odamlarga bepul. Nima uchun deganda endi bepul. Bizlarga o'sha ijtimoiy muhtojda ham foydasi o'ylaymiz. Xalqni qissasini ham o'sha ichimlik suvini ham tejash ham foydali. Keyin hammasi targ'ib ketamiz. Birinchi eksperiment. Agar mana shu filtrimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizlarda YouTube kanalim bor, o'zimning kanalim bor edi. O'shanga qo'ydim, joylashtirdim. Shuni ishdan qo'ydim. Agar ko'rmoqchi bo'lsa, Business Plus deb shunday yozsangizlar chiqadi. Shunga ko'rib,
Ha, o'tirib olib ko'rib, bu qanday обработка bo'lar ekan, хотя бы biz taxlaganmiz, so'radan keyin ishga tushirganmiz yo'q. Ko'rsatib berdi 15 million deb. Yo'q, bu boshqa narsa. Bu ichimlik suviga. Ichimlik suv. Ha, boshqa keyin uni nimasi ham bor aytlammi? Odamlar oldida Mana bu. Kimda nima gapi bor? Oyijon. Ishxonamizga yaponcha shempir kelibdi, olib bering. Kelsa nima bo'pti? Qandoq kelgan bo'lsa yana shundoq qaytib ketaveradi. Yaponcha shempir kiygilari kelibdi. O'zimizga teshib chiqadimi? Odamlarga hayronman-da. Xo'rozqan chet elniki desa, yotib olib yalashadi. Yo. qarang, yana bir вопрос. Tualetga boshqa ketyapti qo'yildi. Naqa toza suv boshqa. Ha. Ikkoviga ikkita sho'chib qo'yilamasa unda qanday bo'ladi? Rasxod Pastdan, mana. ikkita sho'chib Ha. Отдельно shochik bo'ladi. Отдельно shochik bo'ladi. Buni keyinchalik o'ylab ko'ramiz. Balkim kim propiskada bo'lsa, kim o'shanga bo'linamidimi, shunday bo'ladi. Hozir ko'rsatgan pulizni soni o'sha metasiga gidariga o'shaning pulida ichimlik suvi bor. Ichimlik suvni ishlatyapsiz. Ichimlik suvi sho'rchiga aylanmaydi sizga. Uni bosgan paytingizda. Ya tushundim. Uni bosgan paytingizda bu yoqda sho'rchiga aylanadi. Ikkovini o'zini sho'rchiga aylanadi. Xuddi shunday. Shunday. Ha, senasi ikkovi yetib turadi. Xuddi shunday. Siz ichimlik suvi qancha to'lasiz tushadi. Yo, bitta hozircha opshi qo'yiladi. Keyinchalik unisi. Uni ham hammamiz o'zimiz hisobda. To'lov yarim puli. Hozir to'layotgan suvni yarim pulini to'laysiz. Ha. Hozir sinov vaqti bepul. Mana shu tuvalet ishladigan suv bepul bo'ladi. Qachonki alohida shochik qo'yib, mana bu shochik sizniki aka, shunga qarab to'laysiz degandan yarim pul to'lab boshlaysiz, tamom. Shunday nimasi? Buni saqlasizmi? Ular bo'shlarni hammasini saqlaydi. Bozor kuni tayyor bo'lyapti. Воскресенье keladi bular. Shunday. Qachon kelsa jana? Hammani yig'ib. Rasululloh dam olish kuni yig'ilib bilasizmi bozor kuni? Bozor kuni yo'q. Bozor kuni Shunday. Ha, o'sha yarim narxi to'lagan bilan foyda ucuz ikkitami? O'shanda tushundingizmi? Shunday. Ham ishchi o'rni ham bo'lardi-da. Rahmat tushunganlaringiz uchun. Подпишитесь на мой канал. Ha, shu toka suv. Ha, 10 litr. Shunday. Все зависит от движения, от действия нашего. Mehmon kelganda ko'ramiz. o'sha yengilga chiqsa ganda Ya hech qanday nima Ya, opajon. Qachon qancha bo'lsa ham o'sha to'laydigan suvingizni yarim puli bo'ladi. Baribir ana toza suvdan ko'ra yarim kilo bo'ladi. Yaxshi uylabsizlar. Ham ekonomda mana katta qishloqqa bitta suv tortilgan, suv yetishmayapti u yerga. Endi bizlarda yaxshi qolganlarni o'ylamay qo'yaylik, undaqa bo'lmaydi-da. Mana men Qoraqalpoqqa borib keldim. Qoraqalpoqda bir chetida o'zimizda nimalar turadi-da, endi hozir Qoraqalpoqga o'zim qozoqcha ham gapiraveraman-da, shuning uchun hurmat qilish kerak-da, ularga ham suv yetish kerak. O'zimda jaxsa xalqimning жұмысым yo'q degan bo'lmaydi-ku unday. Azonta o'ylab ko'rib qo'yamda, so'ng shunday. Mayli amalda ko'raylik. Mayli, opajon, mayli, yaxshi bo'pti opa. Boshlaymiz faqat Давайте, дети, подпишитесь на мой канал. Baraka topma. Olishma qo'y. Bir-ikki kun tinch turaylik. Axir bunga qanday qilib chidab bo'ladi? Hammamiz katta odam bo'lsak. Yoshligimizda shuni o'rganganmiz. Topgan tutganimiz o'rtada. Siz ham ko'nikib ketasiz. Polisdami? Ko'nikmayman. Ayniqsa mamlakat raisiga kolxozda sirayam yashayman. Nigora. Unutmang. Men ham shkolxozda to'g'ri katta bo'lyapman. To'xta.
bunga qanday chidab bo'ladi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi.